Xurram bu tumorlarni deb esdan og'yapti. Xurram xonimni hech qanday tumor himoya qila olmaydi. Uni faqat Sulton Sulaymon himoya qilishi mumkin. Bas qil! Darhol uzr so'ra Xurramdan. Uzr so'ra dedim. Affeding. Xurram bir xanjar hukmdorim. Sizga va sulolamizga sanchiga Senga yer berma. Seni yaxshi ko'rganim, aytgan hamma gaplaringga chidayman degani emas. Bu gapni o'zingga olma, Xurram. Bu oilaviy muammo. Xurram ham oilamiz a'zosi volidam. Siz qabul qilasizmi, yo'qmi? Hech kim o'zgartira olmaydi buni. Yaxshi ko'rmasa ko'rmas. Men seni sevaman, shuni o'zi yetarli. Qo'y ularni valdiray berishsin.